elimiz xalqimiz suygan san'atkor Nodirbek Xolboyevning tavallud kunlariga go'zal dasturxon qilib berganmiz. O'zlaring ko'rib baho beringlar. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarini yopay. Yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay. Dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor. Aytganingiz qilmaganim. Avvalo rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men kutgandan ham juda ham a'lo darajada bo'ldi. Bunaqa hashamatli bo'lib ketadi deb o'ylamagan edim. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Qadrdonlarimiz yaxshi o'yinlarda xizmatda hech narsaga bosh qatirmaysizlar. Palon narsa olib, butun narsa olib, hamma narsani tuzidan sarqetkasigacha o'zlari qilib berishadi. Sog' bo'linglar, xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Salomat bo'ling.